Assalomu alaykum, dilga yaqin, yaxshi insonim. Umringizni yana bir qaytarilmas tongga muborak bo'lsin. Allohning bir barokatli kuni, haftaning dushanba kuni, 22-iyul sanasi barchangizga xayrli va barokatli bo'lsin. Sizlar bilan g'oyibona diydor ko'rishni nasib etgan Allohga ham sanolar bo'lsin. Bugun 22-iyul sanasi haftaning dushanba kuni. Ushbu kunda kim tavallud ayyomlarini nishonlayotgan bo'lsa, barchalariga tabriknoma loyihasi nomidan chin yurakdan muborakbod etamizda. Studiya mikrofonlar qarshisida Kamina Muhammadjon, yana xonadoningiz mehmoni. Bugun men uchun qadrli bo'lgan eng aziz insonlarimdan biri bo'lmish suyukli opajonim tavallud ayyomlarini nishonlamoqda. Aziz opajonim, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga uzoq umr, baxt, saodat, butundek sog'lik, farovon turmush, barcha olamshumul va ijobiy maqsadlaringizni amalga oshishini, hayotning barcha jabhalarida omad sizga yor bo'lishini va ajoyib nurli iqbolli kelajakning baxtli onlarini tilab qolaman. Oilangiz baxtiga doimo omon bo'ling. Men uchun qadrli va qimmatli bo'lgan opajonim, bir umr barchamizga mehribon va samimiy hamda qadrni inson bo'lib qolishingizni tilakdoshman. Alohida ahamiyatga ega bo'lgan ushbu ayyom kunida o'zimning barcha ezgu tilaklarimni sizga tuhfa qilaman. Opajonim, qolaversa, dadajonim nomlaridan, ayajonim nomlaridan, farzandlaringiz Farizoda, Azizbek, Mehriboni nomlaridan, singiljonim Gulzodaxon nomlaridan, ayolim Feruzaxon nomlaridan, qolaversa jiyanlaringiz Husnora, Ehromiddin, Imron, Sumayyaxon nomlaridan sizga alohida baxt, omadni tilab qolaman. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar, sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun bo'lsin muborak. Umringiz to'lib toshsin baxt omad, Allohdan tilaymiz cheksiz saodat, yaqinlar baxtiga bo'ling salomat, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Soxtalik ko'paydi tabiiydan bugun, siz bilan butundir gar dunyo bir kam. Eng sodiq do'stimsiz, ukangiz uchun tug'ilgan kuningiz bilan opam.